Supurgini urug'ini olasiz, maydalaysiz. Ertalab, obedda, kechqurun ovqatdan 30 minut oldin ichasiz bo'ldi. Rozatsiya bilan kelganlar hozir raza pulim ketdi lecheniya qilish uchun deyaptilar. Juda ham oddiy, hozir kulib o'tiraman. Juda ham oddiy lecheniyasi bor. Supurgi bor-ku? Supurgini urug'i bor. Supurgini urug'ini olasiz, maydalaysiz. Ertalab, obedda, kechqurun ovqatdan 30 minut oldin ichasiz bo'ldi. 1 oy. Kerak emas shuncha pul sarflashchi. Supuradigan supurgi. Xuddi o'sha supurgi, hovlini supuradigan supurgimizni faqat endi supurgandan keyingisini emas u. Olasiz, o'shani ichasiz bo'ldi. Rozatsiyani Alloh izni bilan davolaydi. Millionlarni sarflash keragi yo'q deyman-ku doim. Shart emas. Qilamiz endi, sarfladik. Shunaqa. Sizlarda ham bo'lsa millionlarni sarflab o'tirmanglar, oddiy supurgini urug'i bilan davolanishinglar mumkin.